Assalamu alaikum. Quyosh panelini o'rnatdik bu yerga. Shuni quyosh panelini o'rnatsa bo'ladimi, shu vigidna emasmi degan odamlar uchun bir video qilyapman. Shu videoni oxirigacha ko'rsangizlar, shu yerda qanday ulanishi, qancha tok berishi, narxi qancha hammasini aytib o'taman. Bu yerda 6 ta panel o'rnatganman. 6 panel. Bir panel bu yerda yozilgan. Ko'rinimi 585 watt tok beradi. Bu maksimum polni jarliqlik ko'p bo'lib turganda bu jarliqdan nima beradi? 40 volt. 40 volt tok beradi 48 voltgacha. 40 volt da 48 voltgacha maksimum tok beradi. Buning ulanishlari bu pilus ketgan. Bitta pilus ulanadi. Paneller bir-biriga bunday ulanib ketaveradi. Bunisi minus, bundan plusga ulanadi. Shtekir bor, o'zi so'qib qo'yilaveradi shunday. Buning hech qiyin joyi yo'q. Shunday shtekir o'zi to'g'ri keladi. Plus va minus bir-biriga ulanadi. Mana shu nechta panel qo'yilsa, bu bitta, mana 2 ta, ana 3 ta shunday hilan, onisi ham ulangan. Shunday bir-biriga so'g'ilib ketaveradi. Ana oxirida bu yoqdan bitta plus chiqqan. Narg'i boshidan bitta minus chiqadi. Şu başka varayım. Ular bir-biriga ulanib kelgan. Ular bir-biriga ulanib kelaveradi. Oxirida mana bitta minus chiqadi, minus. Shtekirlarga yozib qo'yganlarga plus minus deb. Bu minus bunday ketadi nasimma. Keyin mana bu zazimlarnisi bor, zazimlarni ulangan. Hammasining korpusidan zazimlarni ulanatda aparib yerga ulab qo'yasizlar. Chaqmoq urganda shu zazimlardan yerga o'tib ketish uchun. Bu yog'imda bitta plus, bitta minus ketgan mana. Mana bittasi plus, qizili plus, qarasi minus. Ko'ksimni zazimlarga ulab qo'yganman. Buning hech qanday ulanish qiyin joyi yo'q. Hammasi oson qanash, faqat bir-biriga sug'iladi. Keyin dalneshi uchi bor oyog'i nimaga o'rilgan. Gibridni invertor alingan, shuna ulanadi. Bu mana bu panelning bir danasining narxi 1000 so'mdan olganman, Kushanyondan. Dushanbeda Kushanyondan olingan bir danasi 1000 so'mdan. Panelning az bu yerda 6 ta panel qo'yilgan. Azna pastda bor gibridni invertorda ham ko'rsataman, akkumulyatorda ham. Keyin qancha tok chiqarishini ham ko'rsataman sizlarga. Bir uyga necha narsaga kuch yetadi, hammasini aytib o'taman. Bu bir ay bo'ldi buni ustanovka qilganimga. Aldiga bilan yosh bachchalar tash atmasin deb setga tutib qo'yganman. Buni ko'rinmaymi? Bu setga tutilgan bu yerga. Bu o'zim chang bo'lib qolgan. Chang bo'lsa ham tok berib yoqtir. Shu yerda 6 ta panel bor. Mana nimadan kelgan simona? Plusu, minusu. Buna gofra kigizaman, archa gofra kigizilgan yo'q. Bu jo'g'aridan kelgan shu. Nimadan kelgan sim. Solinishi paneldan kelgan. Qizili plus, qarasi minus. Shu keladi bunday. Bu yerga bitta shit qo'yilgan. Shitqa mana bunisiga ulanadi. Mana o'zini ochib ko'rsatayim. Bunga kelib ulanadi, bu perdaxranitdir. Yoki tok ko'payib ketsa, kuyib taylaydi. Buna uzuk. Bu chaqmoq urgan payti bunisi o'chib qoladi, taylaydi. Bu avtomat. Shu sonish paneldagi bilan kelgan tokdiki. Bundan chiqadi. Keyin qaytib kelib turib, mana shu yana qizil plus minus bo'lib, bu yerda o'zi ulanadigan joyi bor, yerga yozib qo'ygan, sonishin paneldan ulanadi deb sxemada ko'rsatib qo'ygan o'zida. Buning hech qiyinchilik joyi yo'q. Bu yerdan plus minus ko'rsatilgan, shu yerga ulaysizlar. Bu haligidan kelgan tok, sonishin paneldan kelgan. Bu o'zi gibridni invertor. Bu hozir mana bu yerda ko'rsatyapti. Quyoshdan 235 volt tok kelyapti. Uyga berayotgan toki 230 volt. Uyga ketayotgan hozir rasxod 57 watt ishlatilyapti. Hozir akkumulyatorning zaryadi 50 volt zaryadi bor. 50 volt zaryadi bor akkumulyatorning. Mana endi hozir buni ko'rsatamiz, qancha zaryad olyapti.
Buna 1 kilovat 331 watt tök beryapti, zaryad beryapti akkumulyatorga. Uyga esa 56 watt rasxod bo'lyapti. Qolgani zaryad olyapti buna. Bu yerda strelka qilib ko'rsatib qo'ygan, zaryad olyapti, bu yoq uyga ketyapti. Quyoshdan kelyapti. Mana endi sizlarga buni akkumulyatorga ulanishni ham ko'rsataman. Mana bu akkumulyator o'zining. Bu akkumulyator. Mana bu yerda ikkita plus, ikkita minusi bor. Yana doполнительный ustiga akkumulyator qo'ysangizlar, shu akkumulyatordan minusini minusga ulaysizlar, plusini olib kelib plusga ulab qo'yasizlar. Bundan esa bundan chiqqan mana bu invertorga boradi. Mana gibridni invertorga boradi. U yerda ham plus minus ko'rsatilgan. O'zi boltman qatirlar, boshqa bir narsa almashmaydi. Mana bu yoqda ham ko'rsatib qo'ygan bular. Mana bu uyga boradigan tok. 230 volt chiqyapti, shu uyga boradi mana. Ularni uyga ulanadi, faqat bunga ham avtomat qo'yiladi. Mana bu yerda avtomat bor. Avtomatdan chiqib uyga ketadi. Qo'lni uyga mana shundan boradi. Bunisi stolbadan kelgan tokni ulash uchun mana bu yerga yozib qo'ygan ASN. Mana bu yerda chiqish off, bu kirish. Buni ulag'anim yo'q. Men stolbadan tok ulag'siz. Faqat shu nimaning togi menga yetib yotibdi. Solishim panelning. Mana bu akkumulyatordan kelgan plus minus ulanadi. Ulan akkumulyatordan ko'rsatib turg'ish infosida, informatsiyasi. Mana bu yerda qancha zaryadi bor, shuni ko'rsatish uchun mana akkumulyatordan ulaydigan joy bor mana qara. RS 485A. Bu yerda ham yozilgan RS 485A. RS 485. Ana shundan ulanadi. Bu sindi o'zi qo'shib beradi. Mana bu oqsimda ham, mana buni ham qo'shib beradi bu ikkita kabelda ham. Bu yerda hozir 50 volt akkumulyator, 50 voltlik. Bir xillar savol beradi, agar shuning joyiga mashinaning akkumulyatorni qo'ysak bo'ladimi deydi. Mashinaning akkumulyatorni qo'ysa bo'ladi, faqat 4 dana qo'yish kerak. Bu mana bu gibridniy invertor 50 voltdan ishlaydi. Shuning uchun 48 volt bo'ladi. 4 tasini qo'ysa, o 12 volt akkumulyator. Shuning uchun yoki mana buning o'zidan bitta olish kerak. Buning narxi mana buning 6000 so'm. Bu hozir 5 kilovatlik. Mana bu nima? Mana bu akkumulyator 5 kilovatlik akkumulyator. Bu 6000 so'm turadi. Hozir kushoniyondan olganman 6000 so'mdan. Mana bu 4000 so'm turadi mana bu. Gibridniy invertor. Paneller 1000 so'mdan turadi. Mana bu avtomat shu общий sbor ichida komplekt to'lasimi 500 so'm turadi. Buni keyin o'zlaringiz ulab olsangizlar bo'la, oson, qiyin joyi yo'q. Men aka o'zim uladim. Faqat nollarni gofraga solish kerak nollarni. Hali endi solib chiqaman. Men hozir 1 oy bo'ldi shu o'rnatganman, просто проверка qilangani qanday ishlashlar deyapman, azma ishlab yotir. Kecha kunduz tok beradi. Kunduz kun be problema ishlatasizlar. Hamma narsa duxovka bormi, tifal bormi? Keyin yana nima bor? Xaladilnik hammasi ulab turadi. Kechgacha 1 minut ishlatiladi, faqat oqshomiga tifal ishlatasizlar. Endi duxovka oqshomdan pishirmasa ham tifal bemalol ishlataverasizlar. Keyin suyut, televizor hammasiga kuchi yetadi. Mana shu 5 kilovatlikdan. Keyin yana nima ishlatadi? Endi kechasiga to'k-po'k jaqqanimiz yo'q. Biz hali kun issiq. Shuning uchun boshqa hamma narsaga yetadi. Kunduz kunga hammasiga yetib yotir. Bu mana ko'ksimasi bu zazimleni. İçide zazimleniga ulangan mana bolt qaringan mana zazimleni. Bu no'g'am mana zazimlenisi bor, mana bu yerga ulanganlar. Ko'rsatib qo'ygan zazimleni deb. Buni mana bu nimani shitni hammasi zazimleniga ulanadi-da, jo'g'aridagi nimalarim so'nishli panellar ham zazimleniga ulanib turib, hammasini yerga olib kelib ulaysizlar. Yerga zazimleni qilsangizlar, chaqmoq urganda yerga o'tib ketadi. Bular kuymaydi-da, shuning uchun zazimleni ulanish kerak. Keyin uzub ham shunda taylay uzub. Zazimleni bo'lsa, shu payt taylay chaqmoq urganda bu o'chib qoladi. Bu hammasi avtomatik o'zi nima qilinganda, mana uning ichida ham o'zi pulchatlari bor. Lishni bo'lsa o'chiradi, kam bo'lsa jag'adi shunday. Mana bu 230 volt uyga berib turib, bu pastayan 230 volt berib turadi. Ko'p ham bermaydi, kam ham bermaydi. Hozir uy umuman ishlatmayapti. Suyutlarga вообще nima emas. Suyutlarga uncha to'g ham ketmaydi ekan. Xaladilnik suyut вообще to'kni kam yeydi ekan. Faqat shu tifal 1,5 kilovat yeydi ekan. Shu hammasiga yetadi ekanda, qarorchi. Duxovkaga non pishirsa ham yetadi. Xaladilnik pastayan janiq turadi. Keyin tifal pastayan ishlatiladi.
Yana nima ishlatilar? Tok. Ovqat qilish to'g ham ishlatilar. Kunduz kun ovqat hamma inson qiladi, faqat oqshomga qilinmaydi ovqat. Oqshom qilish uchun ham bo'ladi. Faqat mana bundan yana bitta yoki ikkita olib kelib qo'yasizlar doполнительный ustiga. Buning narxi 6000 somon bittasi. Bu 6000 skill, 6000 kunga yetadi, bunga garantiya bergan. Endi necha yil bo'ladi? 20 yil bo'ladimi, qancha bo'lsa-da bu akkumulyator. Arzonlari ham bor, ular arzonroq, ular kamroq srovi kam. Ana shunday informatsiya. Buni kimki agar nima qilaman, so'nishli panel olsam, shu suyut postoyan uyimda bo'laman deganlarga mana shunday maslahat. Men 1 oy bo'ldi qo'yganim. Postoyan suyut bor. Stolbadan uzib qo'yganman davlatning to'gini. Mana shu nimaning to'gi menga yetib jatibdi. Mana bu 6,5 kilovatlik. 6,5 kilovatlik gibridniy invertor. Mana 5 kilovatlik akkumulyator. O jo'varda turgan paneller 3 kilovat tok beradi. Hozir bu yerda qancha tok berayotganini mana ko'rsataman. Mana bu quyoshdan kelayotgan tok 247 volt. Bu ko'p kam bo'lsa ham mana bu 230 volt uyga berib turaveradi. Postoyan 230 volt. Bu yerda 5 amper, 46 amper tok beryapti quyoshdan. 1 kilovat 446 watt beryapti quyoshdan hozir. 1,5 kilovat hozir tok berib turibdi. Shuncha kerakligi uchun u agar ko'proq ishlatsangiz ko'proq beradi. Chunki 3 kilovatgacha tok beradi hozir. Keyin bulutli kunlar kamroq bersa kerak. Bulutli kunlar endi kamroq bo'ladi. Endi sizlar ona suyutga, televizorga, tifalga, xolodilnikka yetadi ekan. Bulut bo'lgan kunlar ham jon. Shunday informatsiya. Agar kimning qanday savoli bo'lsa, kommentariyaga yozingizlar. Men o'zim tushuntirib, ulanishi ham oson, o'zingiz ulab olaversangizlar bo'ladi. Narxlari mana shunday.